hunar haqida ham ozgina aytib o'tamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: "Inni ara ar-rajula la amala lahu fayasqutu min ayni va qimatu kulli imri'in ma yuhsinuhu." Ishi yo'q, qo'lida hunari yo'q kishini ko'rsam, deydi Umar ibn Xattob, uni meni ko'zimda qadr tushib ketadi. Har bir kishining qadr qiymati uni qiladigan kasbidagi mohirligida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida Ansorlardan bir kishi tilanib keldi payg'ambarimiz oldiga. Hech narsasi yo'q, kambag'al odam. "Bir narsam bor bu uyingda. Bitta sholchamiz bor, bitta suv idishimiz bor" dedi. "Olib kel" dedi. Olib keldi. Rasululloh o'zini muborak qo'llariga olib, "Kim buni mendan sotib oladi?" Bir kishi, "Men 1 dirham beraman ya Rasululloh." "Kim ko'proq beradi?" deb 2 yoki 3 marta takrorladi. Shunda bir kishi, "Men 2 dirhamga sotib olaman" dedi. Rasululloh mana shu 2 narsani berib 2 dirhamini oldi. Boyaga tilanib kelgan kishining qo'liga berib turib, "Buni bir qismiga oilangga ovqat ol, bir qismiga bolta yoki tesha olib kel" dedi. Boyagi odam qildi shu ishni. Boltamni, teshamni olib keldi, Rasululloh muborak qo'llari bilan uni soplab berib, borib o'tin terib kelib sotdi. O'tin terib kelib sotdi. 15 kun ko'zimga ko'rinmadi dedi. 15 kun seni ko'rmaydi dedi. Ansoriy 15 kundan keyin keldi. Qo'lida 10 dirham pul to'plandi. Shu pulni bir qismiga kiyim sotib oldi, qolgan qismiga oziq-ovqat oldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganida Rasululloh aytdilar: "Hada khayrun laka min an tajiyal mas'ala nuktatan fi wajhika yawmal qiyamah." Qiyomat kunida yuzingga dog'ni keltiradigan tilamchilikdan ko'ra mana shu narsa senga yaxshiroq dedi. Tilamchilikni kasb qilayotganlar yuzi qiyomat kunida go'zsiz, yuzi dog' bo'lib keladi. Shuning uchun birovni hisobidan kun kechirishlikka odatlanib olgan odamlarni bu dunyoda xor bo'lishligida shubha yo'q. Qarang, hech narsasi yo'q. Hech narsasi yo'q. Rasululloh mehnatga bu kishini yo'llab qo'yapti. Va o'g'il bolalar, yaxshilab eshitinglar. O'g'il bolaning qo'lida tijorati, mehnati, kasbi bo'lishi u uchun katta sharaf. Chunki sahobalarni qarasangiz, kunduzlari ular dunyoda ishini o'lmaydiganqa qiladigan mehnatkash odamlar bo'lgan, ammo kechalari xuddi bugun o'lib qoladigandek rohiblardek tunlarini qoyim namoz o'tkazganlar. Shuning uchun qo'lida hunari bor, kasbi bor, tirikchiligini o'zini mehnati bilan o'tkazayotgan birodarlarimizni mana ilm majlislarini birinchi qatorlar kelib o'tirganini ko'rganda albatta ko'zimiz quvonadi. Chunki bunday odamlarning qo'li baland bo'ladi. Chunki bergan qo'l baland, olgan qo'l past degan hikmatda. Shuning uchun qo'lida hunari borlar muborak bo'lsin. Qo'lida tijorati borlar, kasbi borlar, o'zini biznesi borlar muborak bo'lsin. Chunki bu odamlar jamiyatga, xalqqa xizmat qiladi. Ammo bir avlod yetishyapti, tekinxo'r bo'lyapti shular. Bir chamadon dollar bo'lsami deydi. Sirazi shundan boshlaydi. Vali pastdan olib chiqish yo'q. Siraz bir chamadon dollar bo'lsa deydi. Biz nima deymiz? Bir haftaga qolmay o'lasan sen. Chunki sen bir chamadon dollarni ishlatishlikka aqling ko'targani belingning quvvati yetmaydi. Pastdan chiqinglar. Pastdan chiqqaningiz o'zingizniki. Ishga, mehnatga toqati yo'q, yalqov, tekinxo'r bo'lib o'sgan, keyin katta bo'lgandan keyin bola chaqani boqishga ham qiylanib qolgan odamlarni ko'rganingda, bu ular uchun or, nomus, uyat bo'ladi. Ularni shunga qilgan kim? Kim? Ota-onasi. Chunki otasini puli bo'lgan, qo'y deydi, "Ma topgan." Qayoqdan bilasiz, amaki? Bu pul sizdan keyin bolalaringizga nasib qiladimi? Qayoqdan bilasiz, sizga bor hunar berib qo'yaylik. Hunar berib qo'yaylik bolalarga. Umar ibn Xattob aytgan, albatta bu qo'llar ishlash uchun yaratilgan. Agar ularni toat bilan mashg'ul qilmasangiz, bu qo'llar sizni ma'siyat bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Qarang, Sirin, Muhammad ibn Sirinning otasi Sirin, qulida ozod bo'ladi, hunari bor ekan, darrov jamiyatda o'rnini topib, ishini to'qib keta oladi. Agar hunari yo'q bo'lganda-chi? Endi hunar yoshlikda o'rganiladigan narsa.
30 ga kirgandan keyin, ikkita bolali bo'lgandan keyin hunar o'rgana olmaysizlar ukalar. Chunki shagird 1 yil, 2 yil yuradi, ustodan pul olmaydi. Bola-chaqa och qolib ketadi. Shuning uchun bo'ydoqlikda, bola-chaqa kichkinaligida o'rganib qolinglar. Chunki albatta ish mehnat ham birodarlar ibodat. Agar siz qilayotgan hunaringiz Alloh harom qilgan ish bo'lmasa, siz qilayotgan hunaringiz namozdan to'smasa, siz qilayotgan hunaringiz ilm o'rganishdan to'smasa, halol ishlab klienti haqqini yemayotgan bo'lsangiz, mana shu ishingiz ham ibodat deyiladi. Hamma ish ham ibodat emas lekin. Masalan, harom xarish aralashgan joyda ishlashlik hech qachon ibodat bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun masjidga kirsalar, namozdan tashqari vaqtda bir odam namoz o'qib o'tiribdi. Dunyo bilan umuman ishlamaydigan odam bo'ladi. Tirikchilik qilmaydigan. Seni qoningni kim boqadi dedi? Akam dedi. Akang sendan ko'ra ibodatliroq ekan dedi. Sahobalar bir kishini maqtashdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u sizlar maqtayotgan odamni kim qonini boqadi dedi? Hammamiz dedi. Shunaliga xayr ihsonlik hisobidan kun ko'radigan odam degan. Payg'ambarimiz kullukum afzalu minhu. Sizlarda hammanglar undan yaxshiroq ekansizlar dedi. Hunar. Albatta musulmon odam pokiza amal qilishligi kerak. Toza ishlash kerak. Toza mehnat qilish kerak. Nima degani bu? Ofisda o'tirib oq ko'naklar bilan chertni bir o'tirishlik tushuniladimi? Pokiza mehnat deganda nimani tushunamiz? Bu degani gard yuqmagan kiyimni kiyib, shinam toza xonada o'tirib qilinadigan ish tushunmasligimiz kerak. Faqat shu emas bu toza ish.